7 ayının 21 günüdən 23 günügacha Yaponiyaning poytaxti Tokioda o'tkazilgan Xalqaro diniy erkinlik oliy yig'ini Uyg'urlar duch kelayotgan diniy ziyonkashliklarni, bo'libmi irqiy qirg'inchilikni xalqaroga anglitishda kuchlik sahna bo'lgan. Bu yig'inga Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo, sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback apandi va ko'p sonda Osiyo davlatlarining rahbarlari ishtirok qilgan. Mike Pompeo bu yig'inda Amerika hukumati chiqargan irqiy qirg'inchilik qarorining ma'qullanish jarayoni to'g'risida ma'lumot bergan. Mazkur yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi direktori Ömer Qanat apandi bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining idora hay'at a'zosi Savut Mahmud apandi qatnashgan. Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistondagi Turkiston madaniyatining iznonlarini o'z ichiga olgan necha ming yillik masjidlar davomli Xitoy Kommunistik partiyasi tomonidan chaqilmoqda. Qrim xabar agentligi gruppasi kuzatayotgan Xitoy ijtimoiy aloqa torida Sharq Turkistonning Urumchi shahridagi yana bir Uyg'ur masjidining restoranga o'zgartirilganligi ko'rsatilgan sin tepildi. Bu sin ko'rinishida 2000-yillarda salingan masjidga go'zal shahar taomlari deb yozilgan vivskining esilganligi va restoranga aylanganligi ko'rsatildi. Yana bir tarafdan Uyg'ur tili uchun kurashgan va mush sababdan 18 oy turmaga tashlangan Uyg'ur tilshunosi Abduli Ayub bu masjidda ibodat qilish 2017-yil cheklangan. U 2022-yil restoranga o'zgartirilgan dedi. Turk va Uyg'ur tarixi sahnasida muhim tadqiqotlarni olib borgan 73 yoshli professor Abdulahad Qaharov Toshkentdagi uyda qazo qilgan. O'zbekiston olimi Abdulahad Qaharov Toshkentning Olmazor rayonidagi turalg'usida o'lik holatda topilgan. O'zbekiston bosh taftish mahkamasining bayonotida 73 yoshli olimning o'ldirilganligi jazmlashtirilib, tekshirish boshlanganligi bildirildi. Jamiyatshunoslik professori Abdulahad Qaharov O'zbekiston Ichki ishlar ministrligi akademiyasida uzun yil dars so'zlagan. Turk va Uyg'ur tarixi haqida cheklik tadqiqotlarni olib borgan bu akademik 2017-yil Sharq Turkistonning qadimki Ipak yo'lining siri nomli kitobni yozgan. Hayotini adolat ko'rishiga beg'ishgan G'arbiy Trakiya turklarining unutilg'usiz rahbari va Do'stlik, Barobarlik va Tinchlik partiyasining qurg'uvchi raisi marhum doktor Sodiq Ahmad 7-ayning 24-kuni qabr beshida xotirlandi. Komotindagi qabristonlikda o'tkazilgan xotirlash marosimiga Turkiya Tashqi ishlar ministrining muavin ministri Mehmet Kamal Bozay, Turkiyaning Afinada turishlik bosh elchisi Çatay Erkiyes, Turkiyaning Komotindagi bosh konsuli Aygül Ünal, Turkiyaning siyosiy amaldorlari, parlament a'zolari, siyosiy partiyalarning va ommaviy tashkilotlarning raislari va boshqaruvchilari bo'lib nurg'un kishi qatnashgan. Qirg'iziston davlat temir yo'l shirkatining muavin raisi Abdes Anarbekov Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l qurilish turiga munosabatli birlashma shirkat qurish xizmatining boshlanganligini e'lon qildi. Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekistonning davlat temir yo'l apparatlaridan tashkillangan xizmat guruhi a'zolarining Bishkekda bir yerga jam bo'lganligini bayon qilgan Anarbekov mundaq dedi. Temir yo'l qurilishini yo'lga qo'ygan 3 davlat vakillarining qatnashishi bilan birlashma shirkat qurish xizmati boshlandi. Indoneziya texnik ko'p chet el mablag'ini jalb qilish uchun mablag' egalari va mahoratli kasbiy xodimlar uchun oltin viza programmasini yo'lga qo'yib, ularning bu davlatda 5 yoki 10 yil turishiga sharoit yaratib berdi. Egilinishcha oltin viza ilishning 9 xil usuli bor. Davlatga 2.500.000 mablag' solgan kishilarga 5 yillik turish kinishkisi, 5 million dollar mablag' solganlarga 10 yillik turish kinishkisi berildi. Yaponiya mashina ishlab chiqaruvchisi Honda Motor o'zining Xitoydagi bir zavodini taqaydiganligini va boshqa zavodda mashina ishlab chiqarishni to'xtatadiganligini e'lon qildi. Shirkat bayonotchisi mundaq dedi. Honda oktabrda Xitoy davlat egdarchiligidagi mashina ishlab chiqaruvchi Guangzhou avtomobil guruhi bilan birlashma korxona orqali tijorat qiladigan zavodni taqaydi. Bayonotchi Honda'ning bu o'zgarishlar bilan Xitoydagi ishlab chiqarishni a'lolashtirishni maqsad qiladiganligini bayon qilib, dunyodagi eng chong mashina bozori bo'lgan Xitoyda qiyin ahvolga duch kelyapmiz dedi.